Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, Alloh salim va mag'firati barakat bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. Bugungi dars 31-cho'ng gunoh nahaq hukm chiqaruvchi qozining qilmishi. Alloh taolo sura Moidaning 44-oyatida bundoq deydi: Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Sura Moidaning 45-oyatida Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Sura Moidaning 47-oyatida bo'lsa, Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Mana bu 3 oyatda Alloh nozil qilgan Qur'on Karimdagi hukm bo'yicha, Qur'on Karimdagi oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan har qanday bir qozi bo'lsin, har qanday bir boshliq bo'lsin, har qanday bir rahbar bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, agar Qur'on oyatlaridan sirt hukm chiqarsa, kofir bo'ladi, fosiq bo'ladi, zolim bo'ladi. Bu oyat Allohning kalamida aniq bayon qilingan qilib mana shu. Unga qarab ahlining bo'limilar, diniy arboblar ma'lum qilmish kofir desa, yana ba'zanlar chiqib sen belgilamda, uni Alloh belgilaydi deydigan gaplar jiq. Alloh belgilaydi mana bu yerda. Mana shu hukm orqali, mana shu dastur orqali kimninki qandoq odam ekanligiga hukm qilib bo'ladi bu dunyoda. Alloh taolo qiyomatda o'xshashlar mana shu dastur, shu Allohning kalomi bilan hukm chiqarib do'zax jannatga ayiradi insonlarni. Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan podshohning namozini Alloh qabul qilmaydi. İmam Hakim rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Bu yer podshoh, rahbar, hozirgi mazgildagi prezident, rais deb atalganlarning hammasida bu yer deyilgan, Alloh hukm qilgan oyatlar bo'yicha, Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan podshohning namozini Alloh qabul qilmaydi deydi. Burayda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Qozilar 3 turga bo'linadi. Ularning birisi jannatga, ikkinchisi do'zaxga kiradi. Haqni to'nib, haq bo'yicha hukm chiqargan qozi jannatga kiradi. Haqni to'nib turib, qasddan zulm qilgan qozi do'zaxga kiradi. Ilmsiz hukm chiqargan qozimi do'zaxga kiradi dedi. Buni anlagan sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, ilmsiz kishining nima gunohi bor?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning gunohi shuki, ilm o'rganmaguncha qozilik qilmaslik kerak edi deb javob berdi. Imom Hakim rivoyat qilgan. Demak, ilm o'rganmay turib rahbarlik o'ringa chiqaman degandan keyin hukmi bu yerda aniq turdi. Ilm o'rganmay turib rahbarlik o'ringa chiqaman degan insonning ilm o'rganmay turib hukm chiqaradigan ishlarni qilgan bir rahbarning gunohi do'zaxga kirish. Do'zax kirdi deyapti mana. Shunaqa qarindoshlar, avval o'rganish kerak. Hech nimani bilmay turib, u yerdan to'rttal buni anglab bilib, maktab o'qimagan qarqosa umrida bir maktab yuzi ko'rmagan narsalar butun dunyoning hamma ishiga aralashib oladi hozir. Zavod to'xtamay so'zlaydi. Uni tarixini surishtirsa, maktab ko'rmagan. Uyda bizda diplom yo'q. Onundan zat ish tushirgan so'zlaydigan odam yo'q. Eg'iz deganni so'zlashga yaratgan, qalayqan so'z qilmasin deb tish bilan, uningdan to'shiklardan teshib chiqmasin deb qalblar bilan to'sib qo'ygan. Biz o'tgan darsda o'rgandik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisini gap qilmoqchi bo'lsang, yaxshi gap qil, bo'lmasa jim tur, sukut tut deganda. Shuningga
Eg'izim bor deb gapni qilavergan bilan uningki jazosi qiyomat kuni agar bizda ilm bo'lmay qilgan bo'lsak, jazosi jahannam bo'ladi. Bu biz mening gapim ya bir boshqa bir insonlarning, ahli ulamolarning gapi emas. Allohning payg'ambari bu yerda aytdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan: qozilik tayinlangan kishi pichoqdan boshqa narsa bilan bo'g'izlangan bo'ladi. Qozilik tayinlangan kishi pichoqdan boshqa narsa bilan bo'g'izlangan bo'ladi deydi. Bu ig'ir gap. Pichoqdan boshqa narsa u o'tmas narsa. O'tmas narsa bilan bo'g'izlangan bo'ladi deydi bu. Japoni jazoni ig'ir tortgan gap. İmam Tirmizi, Abu Davud, İbn Majah, İmam Ahmad, İmam Hakim rivayet qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Fuzayl ibn İyaz mundaq deydi: qozi bo'lgan kishi bir kun qozilik qilib, bir kun o'ziga yig'ilish kerak. Muhammad ibn Vas'i mundaq deydi: qiyomat kuni birinchi bo'lib hisob berishga chaqiriladigan kishi qozidir. Demak, bu yerda qozi demak hukm chiqargan kishi degan gap. Hukm chiqargan o'ringa bir narsalarga hukm chiqarishga aldirab ketmasak bo'ldi qarindoshlar. Agar hukm chiqarmoqchi bo'lsak, faqat Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm chiqarsak bo'ladi. Nima bu dinga taqshamdi, dinga munosabatsiz deb hukmni chiqaravermay, avval dinga taqishdi. Din bilan shariat bilan hukmni chiqarish kerak. Shariat bilan hamma nima dindan sirt emas. Chunki Alloh taolo yana ta'kidlasak, inson va jinni faqat menga ibodat qilishga yaratdim deydi. Unda bo'lsa, inson va jinning har qanday ish harakati avval din bilan o'lchindi. Undan keyin hukm chiqarilib bo'lgandan keyin boshqa ahvollarga qarash kerak. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: qozi do'zaxning eng cho'nqir yeriga yiqilib tushadi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bunday deydi: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini anglagan edim. Har qanday vali, hokim va qozi qiyomat kuni Allohning huzuriga keltirilib, pilsirat ko'riki ustida turg'izildi. Keyin hukm daftarlari ochilib, bütün xaloyiqning oldida o'qiladi. Agar adolat bilan hukm chiqargan bo'lsa, Alloh uni nijotlikka erishtirdi. Agar adolat bilan hukm chiqarmagan bo'lsa, ko'rik uni qattiq silkiydi-da, uning a'zolari parchalanib, yiroq joylarga uchib ketdi. Ondan ko'rik pochaqlanib, uning bilan billa do'zaxga tushib ketdi. Makhul mundaq deydi: agar menga yo qozilik qilish yo kallamni ilinish orasida birini tanlash ixtiyorligi berilsa, qozilik qilishdan ko'ra kallamni ilinishini tanlagan bo'ladi. Ayub Saxtiyoni qozilik qilishdan eng qashqan insonlarning eng bilimli kishilar ekanligini bayqadim degan edi. Biri Sufron Savriyga Shurayh qozi bo'ldi deganda, u uning hayotini kim vayron qildi degan ekan. Malik ibn Munzir Basra shahriga Muhammad ibn Vas'ini qozi qilish uchun chaqirdi, ammo u rad qildi. Malik uni takror chaqirdi. Qabul qilishga majbursan, bo'lmasa sana darra urman deb tahdid soldi. Muhammad ibn Vas'i bo'lsa, darra ursang sen sultonsan. Dunyo xorliqi oxirat xorliqidan yaxshidir deydi. Vahib ibn Munabbah bunday deydi: qachonki podshoh xalqiga zulm qilishni niyat qilsa yoki zulm qilsa, Alloh taolo uning fuqarolaridagi, hatto ularning bozorlaridagi, rizqlaridagi, ekinzorliqlaridagi, chorva mollaridagi ish qilib barliq narsalardagi barakatni kamaytirdi.
agar u xalqiga yaxshilik qilishni yoki adolat yurgizishni niyat qilsa, Alloh uning fuqarolarga barakat yog'dirdi. Mana bu yerda bir podshoning niyatiga asosan Alloh taoloninki uning fuqarolarga, uningki shu qavmiga, shu ziminiga yoki ne'matini berdiganligi yoki uni kamaytirganligi bayon qilinadi. Himis valisi xalifa Umar ibn Abdul Azizga Himis shahri buzilib ketdi, isloh qilishga muhtoj deb maktub yozdi. Xalifa uningga javoban u yerni adolat bilan isloh qilgan, yo'llarni zulmdan tozalagan qatorliq degandek so'zlarni yozib vassalom deb javob qaytardi. Qozining ochchiq kelgan paytda hukm chiqarishi haromdir. Agar qozining ilmi oz, o'y fikri tor, xuy payli yomon va taqvoligi ojiz bo'lsa, bu uning halokati demakdir. Bu chaqda u bu vazifadan o'zini tortishi va uni o'tkazib berishga oldirishi lozim. Alloh taologa iltijo qilib, rahbarlarimizni, qozilarimizni, hukmdorlarimizni shunga o'xshash barliq hukm chiqarish o'ringa, yetakchi o'ringa chiqqanlarimizga Alloh taoloning hidoyat qilishini, gunohlarni mag'firat qilishini, haq yo'lga boshlashini tilaymiz. Alloh taolo apuchan nihoyatda sehiy, nihoyatda mehribondir. Alloh taolo darslarimizni barliq qardoshlarga nafratli qilsin.